Ma, ol. İb. Men oling degan. Rahmat. Bo'pti. Gaplash o'zi. Bo'pti, yaxshi borib kelay. Men Qo'nash, qiz farzand ko'rsak ismini Shirin qo'yamiz, ha? Sen kuchuk, ana bir sanata ishlarni halol tomadingmi, ha? Jinnimisan, qanaqa Shirin, Sen bekorga unaqa demaysan. Ha, bo'pti, qiz farzand ko'rmadigan deylik. O'g'il ko'rsak nima qo'yamiz ismini? Shohruh qo'yamiz. Ha, Shohruh. Uchir ovozingni. O'sha menga gapirgan. Qo'yam yetmagan. Uchirma. To'xta. Qo'limdan so'rab ber, kechga nima ovqat qilsam ekan? Menga qarab, garang bo'lib qoldingmi? Qanaqa hola? Oyjoning bo'ladi-ku. Men seni eriyman, nima sallab yotibsan? Jinni bo'lib qoldingmisan? Yo, ering sifatida ko'rmayapsanmi? Yo'q, unaqa emas. Bilmayman, siz bilan 9 yil birga o'qiganimizga sizlash ozgina qiyin-da. Muhimi siz yaxshi ko'raman-ku. Ovqat yeysanmi? Nima qilyapsan, ha? Nima qilyapsan? Bu yerdan beri telefon qilsam telefoningni ko'tarmaysan. Nima qilyapsan? Buzuq telefon bizni qanday ko'tarmasin? Er bo'lib turib bitta telefon olib bera olmaysiz. Ana sunnat sinfdoshimiz xotiniga yangi o'rnak olib beribdi. Sen buni qayerdan bilding? 8-sinfdan beri dardim menga yetadi-ku. Yurda baqqa. Do'stlik, mana bu yoqqa nima olib keldingiz o'zi? O'zing iPhone olib bering deb yotibsan-ku, oson narsa men senga 2 xil iPhone. Xohlasang bunisi. Bundan tashqari assortimentlari juda ham ko'p. Menga shu yoqdi. Aniqmi? Faqat bitta shartim bor. Qanaqa? Sunnat bilan boshqa dardlashmaysan. Nimaga? Rashkim keladi. Qizsiz-chi.